so'zim yo'ling borsa kelmas yo'l, manim bo'lsang ayama jonni, quyosh bo'l, kamida otash bo'l, butlab qo'y dars ketgan osmonni. Quva tumani axborot kutubxona markazida 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan Qadring baland bo'lsin ona tilim mavzusida ma'naviy ma'rifiy davra suhbati bo'lib o'tdi. Hofizlar tan olib aytadi tildan, san'atda ustozga yetolmadik bas, lekin odamiylik borasida ham tavakkal qodirga hech kim o'xshamaydi. O'zi dunyoda ona so'zini ikkita narsaga qo'shiladi xolos. Biri vatanga, ikkinchisi tilga. Ey ona tilim, yo'lingga g'ob bo'ldi qancha to'siqlar. Shukrki tinmadi she'r va qo'shiqlar. Bizlarga o'rgatding hikmat o'gitlar. Qadring baland bo'lsin. Ey ona tilim, el yurtim xonimona tili bu, qadimlikda o'xshar ona tuproqqa. Onamday mushfiqim dilbarim vatan, dalalarga qadar kengdir imkonim, otamning kaftida gullagan vatan.